Muhaciratdagi Uyg'urlar taqozolik ichida kutayotgan Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasi 2020 yaqinda Amerika Kengash palatasida to'liq ovoz bilan ma'qullikdan o'tgandan keyin Avam palatasining ovoziga qo'yishiga yo'llab berilgan edi. 27 may kuni tushdan burun mazkur qonun loyihasini muhokama qilish yig'ini Amerika Avam palatasida o'tkazildi. For what purpose does the gentleman from California seek recognition? Madam Speaker, I move that the House suspend the rules and pass S 3744, the Uyghur Human Rights Policy Act of 2020. I ask unanimous consent that all members... Aldı bilen Amerika Avam Palatasının azası Berat Şirvan efendi söz aldı. O meyli hazırqadek vaba kesili hemmel joyini qaplap ketken fevqulodda bir mezgildimi Amerikanın kişilik hukuk meselesini estin çıkarmaydıqanligini. Növbette ma'lum boluyotgan ziyaret xatirlari, suratlar, guvohlik bayonlari, naq meydan dokladlari degandek sansız paketlarning millionlagan Uyg'urlar qamalgan qayta tarbiyalash nomidagi yig'ilish lagerlarining xarakterini o'xshamagan nuqtalardan aks ettirayotganligini. Xitoy hukumatining bo'lsa Uyg'urlar diyorini saqchi davlatiga aylantirib bo'lgan bo'lsa-mu, dunyoning bu ishlarga nisbatan yetarlik darajada bir harakat qo'llanishga qodir bo'lmaganligini bayon qilib, bir musulmonlar toifasining kishilik haqlari oyoq ostida bo'layotganda, musulmon ellari bu masalaga alohida ko'ngil bo'lishi lozim deb ko'rsatdi. Particularly Muslim countries that always speak out when any group of Muslims is being denied their human rights. O sözдің davamında Xitay hükümetinin muşqatimliq vaba afatini bahane qilib, Uyg'urlarning dunyoning xotirasidan o'chirib o'tishga urinayotganligini, ammo Amerika hükümetinin Uyg'urlar bilan bir safda zulmga qarshi turadiganligini hamda Uyg'urlarni unutmaydiganligini alohida ta'kidladi. We will fight for the oppressed and we will not forget. Uyg'urlar duch kelayotgan zulmlar insoniyat tarixidagi eng ichinishli fojialarning biri bo'lib kelayotgan mushundaq favqulodda bir paytda Amerika hukumatining mazkur qonun loyihasini ma'qullashining amaliyotda tarixning haqqoniy tarafini qo'llash va buningga qarata munosib harakat qo'llanish bo'ladiganligini bildirdi. We must stand on the right side of history and respond decisively. This legislation is a critical step forward. Şu qatarda söz alğuchilardan Avam palata a'zosi Michael McCaul o'zining nima uchun bu qonun loyihasini butun kuchi bilan qo'llaydiganligini sharhlab o'tdi. Strong support of the Uyghur Human Rights Policy Act. The goal of the Chinese government is to completely eradicate Bu şu qatarda Xitoy hukumatining mayli o'zlarining qonuni bo'lsin yoki o'zlari imzo qo'ygan xalqaroliq ahdnomlari bo'lsin, hammasiga xilof holda insonlarning hayotini va uning qiymatini yerga urayotganligini. Buning eng tipik misoli yillardan buyon Uyg'urlar duch kelayotgan Uyg'ur milliy kimligini yo'qotish urinishi hamda izchil davom qilayotgan madaniyat qirg'inchiligi bo'layotganligini yig'in ahliga yana bir qatam eslatdi. Shuningdek, bu qonun loyihasini ma'qullash va Uyg'urlarni bostirishga sherik bo'lg'uchi Xitoy amaldorlarini jazolash orqali Xitoy Kompartiyasining dunyoga xiris qilishiga yo'l qo'ymaydiganligini bayon qildi. And we can do that by passing this bill today with strong bipartisan support to show the Chinese Communist Party. Amerika Davlat Majlisi qarmag'idagi Xitoy ishlari ijroiya komitetining raisi James McGovern yig'inda so'z qildi. The Uyghur Human Rights Policy Act of 2020. Bu nuqtalar mazkur qonun loyihasini ikki partiyaning birlikda ma'qullashi orqali Amerika hukumatining kishilik haqlari tartiblangan Uyg'urlarni qo'llaydiganligini eng jonliq namoyon qilg'ili bo'ladiganligini ko'rsatdi. O so'zining davomida Uyg'urlar diyorida kengayayotgan yig'ilish lagerlarining Xitoy raisi Xi Jinpingning bevosita qo'mondonligida millionlagan Uyg'urni hujum nishoni qilganligini, bu jarayonda oshkora bo'lgan hujjatlarda Xi Jinpingning Uyg'urlarga qilchimi rahim shafqat qilishga bo'lmaydi deb alohida yo'l yo'riq berganligini, navbatda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotganlarining oshkorlab insoniyatga qarshi jinoyat shaklini elib bo'lganligini bayon qilib, shu qatorda jazo berishga tegishli kishilarning biri Chen including Chen Chuan-guo, the Xinjiang Communist Party secretary. Second, the administration should further expand the Commerce Department's... Avam palata a'zolari birdek tilga olgan bir o'rtaq nuqta, navbatda ko'plagan Amerika shirkatlarining Uyg'urlar diyoridagi majburiy emgak bilan chetlab qilayotganligi bo'lib, hammaylar birdek buning mohiyatda bevosita yoki vositalik holda Uyg'urlarga qarshi yurgizilayotgan zulmga sherik bo'lish ekanligini ko'rsatdi. Bo'libmi yaqinqi mezgillarda umumlashib bo'lgan Uyg'urlarga xos til-yeziq va urf-odatlarning ma'ni qilinishi, hatto islom diniga ishonadigan Uyg'urlarni Ramazon mezgilida cho'chqa go'shi yeyishga majburlayotgan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlarini tasvirlab berishga inson tili ojizlik qiladiganligi alohida ta'kidlanib, bu qonun loyihasini ma'qullashning vaqti allaqachon yetib kelganligi qayta-qayta eskartildi.
Muhokama yig'inida yana Amerika hukumatidagi 3-numurliq shaxs, Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim alayda so'z qildi. This legislation helps uncover the truth. Requiring reports by the director Bu of the sözde National Uyg'urlarning beshiga kelayotgan zulmning hozir bakmo oshkora tus elayotganligini, buning bo'lsa dunyo uchun bir qatimliq vijdon so'rig'i bo'lib kelayotganligini, bu qonun loyihasini ma'qullashning bir muhim ahamiyati Xitoy hukumatı Uyg'urlarni mahkum qilgan vahshiyona zulmlarga Amerikaning butunlay va qat'iy yo'sinda qarshi ekanligini namoyon qilish ekanligini, amdilikda Xitoyning necha 10 yildan buyon izchil davom qilib kelgan kishilik haqlarni oyoq osti qilish qilmishlariga qarshi o'rindan dast turishdan vaqti kelganligini, iqtisodiy manfaatni deb bu xil jasoratni amalda ko'rsatmaganda Amerika hukumatining dunyoning hech qanday yerida kishilik huquq haqida so'z qilgudek axloqiy nufuzining qolmaydiganligini, buning yana bir yoqdan Amerikaning vijdoni uchun bir sinoq bo'lganligini ta'kidladi. Human rights violations any place in the world. It's a challenge to our conscience. Shundan keyingi muhokamada ular Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasi 2020 ga ovoz berish rasmiy boshlandi. Natijada 413 ga qarshi bir ovoz bilan mazkur qonun loyihasi mutlaq yuqori ovoz ustunligida Avam palatasidan ma'qullangan bo'ldi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkan apandi bu vaqtda radiomiz ziyoratini qabul qilganda bu qonun loyihasiga munosabatli keyingi qadamlar haqida ma'lumot berib o'tdi. Endi bu qonun bir yilda ko'p vaqtni beşini ötküzüp bugünkü tarihi devri geldi. Bu nemişki bir tarihi tutunagan bir kanun deb esker tutuyoruz. Uygurlarning insaniyet tarixida bunun o'xshash bir hükümet şəxs yoki bir qonun tuzish organi məxsus qonun tuzib Uyghur xalqininki ijtimoiy, siyosiy, diniy erkinligini ve siyasi erkinligini qo'g'dashga tadbir qo'llanib baxmagan. Endi hozir shu Uyg'urlarning insoniyat tarixida tunji qitim deb jur'at qilib deyalishimning sababimi hech qanday bir hokimiyat mushundaq tafsiliy moddalar bilan Uyg'urlarni qo'g'daydigan bir siyosiy qonunni o'tirib chiqarib baxmagan. Endi bu qonun hozir endi bu Avam palata, Kengash palatadagi ma'qullikda o'tgandan keyin faqatlam prezidentning imzo qo'yishi yoki bo'lmasa avtomatik 10 kunning ichida amalga oshirilgan bir devr. Nuri Turkanning bildirishicha, mazkur qonun loyihasi Amerika hukumatining Xitoydagi Uyg'urlarga zulm solg'uvchi amaldorlarga jazo berishini yangi bir saviyaga elib chiqadigan bo'lib, buni haqiqatan bir zo'r ilgarilash deb qarashga bo'ladi ekan.